Xullas, meni Telegram kanal, YouTube kanalda telefon xotirasi to'lib qoldi. Bunga boshqa telefonga video boshladik. Bugungi kunimiz 4-fevral. Kommentariyada shu idish tovoqlar so'ragan ekan. Bet albatta idish tovoqlarning optimum joyi emas. Bu shu shu bozordagi bir do'konda ijaraga olib, yoki shu do'kon sotib olib savdo qilib turgan akamiz do'koni. Endi idish tovoqlar optimum joyiga keladigan bo'lsak, sopol buyumlarni o'zimiz chiqaramiz deyishyapti. Optimum joyi Rishtonda. Ha, ko'ryapsizlar sopol idishlarni. Endi bir antikvarniy qilib turib bir choyxonalarda shundan qo'ysa ham bo'laveradi. Endi bu sopol idishlarni hozir oshdi sezoni barkash tovoqlarni, barkashlarda. Anaqa paxta gullilar ham asosan Rishtonda sotiladi. Optimum joyini shu Rishton deb bilamiz shu yerda. Shularda ustalari bor. Qolgan idishlar Xitoylar endi asosan meni bilishim bo'yicha yana bilmadim. Shu Farobiyda juda ham ko'p ko'rganman. Anaqa texnika idishlarda ham Farobiyda ko'rganman. Farobiy o'sha xullas shaharda ko'rganman. Akamiz joyi 202 shu Bobashuk bozorining o'rta qatoridan, o'rta darvozasidan kirgan savdo qilishardi. Endi har bittasi narxini aytamiz senga bitta. Ishlar juda ham ko'p. Qaysi birining narxini qanaqa shirkatga xullas savdo qilsanglar bo'laveradi. Akamizni o'zi ham mana bunaqa sopol buyumlarni ishlab chiqaramiz deyishyapti. Shunaqa sopol idishlarda ob'yomda kerak bo'lsa ham o'ziga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka telefon nomeringiz nechalik? 94 Telefon nomerlari 94lik 048 13 33 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ana sopollar o'zimiz ishlab chiqaramiz dedingiz. Ha, mana ular ham o'zimga Xitoydan kelardi. Farobiydan ham arzon. Ha, xullas akamiz o'ziga Xitoydan priyam o'ziga kelar ekan. Akamiz bilan ham aloqaga chiqib, piyalar ham hammasi. bemalol akamiz bilan shu akamiz misol uchun Xitoydan kelib birinchi qo'l akamizda, ikkinchi qo'l sizlar olib turib savdo qilsanglar bo'lar ekan. Kommentariyga bittasi idish tovoqlardagi optimum joyini video qiling deb yozgan ekanda. Yo'layapmizmi aka YouTube'ga? Ha, xudo xolasa YouTube'ga arzon qilib beraman sotgan. Optimumga shu magazin to'ldirib savdo qilishga arzon qilib beramiz deyishyapti. Yana bitta nimani aytib o'tib ketaman. Damazga shunaqa ishlardan bosib to'ldirib mahallalarda savdo qilganlarni ham ko'ryapsizlar. Shunaqa bir texnika bo'lsa, mana bunda bir elektronnik skuterlar bo'lsa, shunga optimumdasidan olib turib, mahallalarga yurib, mana sexlarda yurib savdo qilib turganlarni ko'ryapmiz. Bu ham bir biznes. Skalatda juda ko'p. Akamiz skalati juda ham ko'p deyapti. Xullas Xitoyda ham birinchi o'zim olib kelaman deyapti. Nima deydi? Ali nima edi? Kerakli odamga uchrayapmiz demoqchiman. Shunaqa ish bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, bemalol akamiz bilan birga aloqaga chiqinglar. Bu ham bir ish demoqchiman-da, shunaqa skuterlar yoki damazlarga solib turib, mahallalar, aynalar bir ishlab chiqaradigan trikotaj bor sexlarga kirib savdo qilsanglar ham bo'laveradi. O'zim ko'raman. Nasiyaga tarqatib ketishadi. Shu bir oyda, bir 10 kun, 15 kunda keladi. O'sha rachot qilib yana savdo qilib, shuna ish bilan shug'ullanib turgan akalar, opalar ko'ryapman demoqchiman-da. Bu ham bir biznes, bu ham bir odamni o'zini o'zi band qilish. Sopol buyumlar ham o'zimiz ishlab chiqaramiz deyishyapti. Sopol buyumlardan birinchi qo'limiz deyishyapti. Uyda deyapti, skladda deyapti, bunaqa ishlardan serob deyishyapti. Aka savdongiz bersin, charchamang. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Alloh shunaqa gaplar Bobashuk bozori, kiyim-kechak bozorida shu akamizni o'zida shunaqa idish tovoqlar savdo qilishadi. Naryoqda ham bor, bitta asosan o'yinchoqlar, akamizda oyoq kiyimlar, butsa, futbollardan ham bor ekan. Charchamayapsizmi aka? Qanchadan narx-navolar? Narxi 160 dan oxiriga olay. 160 mingdan 160 mingdan bor. 35 minggacha. 35 minggacha oyoq kiyimlar bor ekan shu bolachalarga. Ustallari bor ekan. Podojlari, kiyimlar. Xullas, qisqacha narxi 160 mingdan 30 ming so'mgacha bor deyishyapti. Akamiz nomeriga aloqaga chiqinglar. Hammasini qisqacha o'zi batafsil tushuntirib berishadi. Nomeringiz nechilik? 90 ming.
91lik 682 682 11 00 11 00. 00 raqamiga aloqaga chiqinglar ekansiz. Hamda kurtkachalar bor ekan, bir batafsil so'raysizlar o'zlaring narxlarini. Savdolang bersin, Sog' charchamanglar. bo'lsinlar. Eko koja kurtkachalar. Bu do'kon ham kamzir sotishadi, turli tuman ishlardan bosibdi. Bu do'konda paypoq do'kon, bular ham yaxshi insonlar, bular bilan ham mayli aloqa qilib turamiz, savdo qilib turamiz. Cho'poncha material juda ham chiroyli ishlardan ekan cho'pon. Bolkachalar. Assalomu alaykum. Qaranglar. Narxlar qanchadan ustaka? 25 ming. Buni oldi qatori. Hammasi bir xil 25 ming so'mdan ekan. Zamoklari ham mana nima deydi? Zamok ko'nmaydigan bir zamokdan ekan. Chilik. Zamokchilarni ko'rsatmaydigan. Yaxshi zamokdan ekan. Narxi 25 ming so'mdan. Razmeri qanaqa chiqadi? 50 dan 56 gacha. 52 dan 56 gacha ekan razmeri. 52 dan 56 gacha. 52, 54, 56. Bu tomonlarchi? Bular 70 ming. Narxi 70 ming so'm ekan bularni. Ichkarilardan olib qo'ying. Shular bilan. Ichkarilar ham shulardan deyishyapti. Bu narsa do'konning nomeri 220. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? Telefon nomeri nechilik? 99lik 791 791 4704. 4704 raqamiga aloqaga chiqinglar, akamizni ishlardan kerak bo'lsa savdongiz bersin. Bu yerda bir opamiz mana bunday qimmat ishlardan savdo qilishadi. Turkiya deydimi, Xitoy deydimi, shunaqa ishlardan. Assalomu alaykum. Video qo'yilaveraymi? Farida opa video qilsinlarmi? Blogerlar kelib qoldi. Tekin blogerlar keldi. Ular yeng kalta, o'zi uzun ekan. Moda opamiz do'konda vash katta qo'yibdi, qo'yib. Do'kon kamera nazorati ostida deb qo'yibdi. Bu tomonlar ham bor ekan. Sekin do'konlar dahshat katta qilishyapti. Jemperlar o'zi zo'r bo'lib topamizni. Объемda ishlarni olib kelayotgan kurtkalar, jemperlar. Mana jemperlarda ham tuyapas. Bular ham tuyapas. Mana qaranglar. Assortiment deydimi, nima endi har xillik juda ham ko'p ekan. Jemperda mana bunday momiqlar, yoqallar. İşler. İçkari ham to'la ko'ylaklar ekan do'kon. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yarakmi? Bunimi? Telefon nomerlari. İchkari video qilaverang. O'zimiz chiqmasak bo'ladi. Aha. Sizlar rosa ko'p ekan, narxlarni qanday bilsak bo'ladi? O'zlaring aloqaga chiqarsinmi? Mana shu tepadagilar 200 ming so'mdan ekan.
Bular nimami? Fabrichnimi bular? Ha, naturalga. Naturalka. Toshkent ishlar ekan, narxi 200 ming so'mdan ekan. Ishlar ko'ryapsizlar, juda ham katta turibdi, do'kon ham katta bo'libdi. Xullas, telefon nomerini qo'yib ketdik, o'shanga aloqaga chiqib, xohlagan ishlarni qaysi davlatlarga bor bu yerda? Turkiya, shuna Xitoylardan sotasizlar? Xitoyniki bor. Xitoyniki bormi? Xitoyniki. Tashqarida jempirlar, Xitoy jempirlar ekan. Bular 120 mingdan belbog'i borlar. Bular 120 ming so'mdan ekan. Tevapasa bular? Ha. Tevapas narxi 120 ming so'm ekan. Pachka narximi? Ha. Pachka narxi 120 ming so'm. Razmerichi? 48 dan 54gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Mana bu xibirlar bor. Xibirlar bular. Xibirlar. Bular qanchadan? 110, 120 dan. 110 ming, 120 ming so'mdan ekan. Ular shunaqa gaplar, telefon nomerini qo'yib qo'ydik. Batafsil o'zlariga telefon qilib, aloqaga chiqib, narxlar bemalol surishtirib, nima deydi? Boshqa ishlardan ham Telegram orqali gaplashsang bo'lardi endi. Har xillik juda ham ko'p ekan, har bittasi narxini so'ragani. Mana o'sha ham juda ham chiroyli ekan, Tevapas 3 troyka deydi. Ular shunaqa gaplar, bizda kuryerlik xizmati mavjud, nomerlarimiz 33lik 309 4187, shu nomerimiz 90ligi bor. 93ligi bor, 309 4187. 33lik nomerimizda Telegram bor. Telegramga kirsalar, Telegram kanalimiz silkasi qo'yilgan. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanallarimizga ham. Akamiz do'koni, sochiq do'kon, eski videolarimizda bor. Telefon nomerlari Kamzillar Eko. Endi bozorga kirdik, mana shuncha video. Bugun shaharda bozor. Ko'p sotuvchilar shaharga ketgan. Bizda ikkita YouTube kanal bor, ikkilasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkala kanalga ham mana videolardan qo'yib boramiz. Savdogarlar kam qolgan. Bozorgacha ham vaqtli ketavergan. Namaz nomeri 777. Chiroyli nomer ekan. Savdolar yaptı, kimdir savdo qilmay o'tiribdi. Savdogarlar o'rniga mashinalar turibdi bozor ichida. Bugun shaharda ham bozor bo'ladi, shuning uchun bozorda sotuvchilar kamligi uchun mashinalar qo'yilgan. Mana ishlar ham juda ham chiroyli qilib. Sizlarmi? Assalomu alaykum. Videoga olib qo'yaveraymi YouTube'ga? Nech puldan narxlari? 30 ming. Narxi 30 ming so'mdan ekan. Razmeri qanaqa chiqa? 44-46. 44-46. Bular ham 30 mingmi? Aha. Bu Bular ham ham 44-46 da shunaqa. 30 ming, 44-46 ekan. Juda ham chiroyli bir nima edi? Erinmay tikilgan ishdan ekan. Yoqasiga, yelkasiga boshqa svetdan material. Telefon nomeringiz? 93lik 140 93lik 140 66 30. 66 30 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdongizni bersin, charchamang. Ular shunaqa gaplar. Erinmay ko'rganlaringiz uchun hammalarga rahmat deb qolamiz. Nima? Teknisga vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Bitlar ham yoqali ko'ylaklar bor ekan. Bormanglar. Charchamayapsizmi? Qanchadan beryapsiz? Yoqasizlarni 18 ming berdik. Yoqasizlar 18 ming so'm razmerga. Razmerda 3 talik, kesim 7-8 ga doğru. 3 talik, 2-3 sinf. Bular 23. Bular ham shu razmerda. Ular 2-3 sinf. 2-3 sinfda 7-8 ga doğru. Ha, 7-8 gacha ekan. 2-3 sinfda 7-8 gacha cho'ra ekan, 3 talik ekan, ha? Narxi 18 ming. Bular Ha, 18 ming so'm, bunisi 23 ming so'm yo'qoldi. Bu ham razmer bor, Razmer xolos. bir xil shanti. Mana buni qo'shib razmerlar. Bu kishi katta razmer ekan. Bularchi kashmirlar. Tevasida Kashmir 35 ming.
35 ming so'm ekan TVP'slar. Razmeri ikkitali, bundan bitta katta razmer bu. Ikkitali ekan razmer, shundan kattaroq razmeri bor ekan. Telefon nomeringiz-chi? 77lik 065 065 2005. 2005 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdangizni bersin, charchamang. Alloh, shunaqa gaplar do'stlar.